Aka qarab bizga rulet olib kelishdi. Bitta taraf kattaroq qoldi. Bangi katta tarafi. Yemayman. O'zing yur. Nimaga? IELTSdan 4,5 ball olibman. Qanaqa qilib? Bilmadim. Hali adamga ham yetish kerak. Hozir adam kelib seni o'ldiradi, keyin qolgan jahillarga meni o'ldiradi. Menda ideya bor. Ketdi. Tur, ketdi. Mashitda tez o'qib yetib olasan. Adamga 4,5 yetmay turamiz. Bo'pti, men uyga ketaveraman. Birinchi taassurotlarim prosta bomba. Hamma darslar interaktiv doskalarda o'tilar ekan. Sen bilan bir emas, ikkita ustoz ishlar ekan va eng qizig'i, damashkalar telefonda bajarilar ekan. Hozir avtobusda kelguncha qilib keldim hammasini. Bilasan, nima seni yomon joyga olib bordim yana, aka. Adamga faqat 4,5 olganimni aytmay turamiz. Kamida 7 IELTS olaman. O'shanda hammaga bittada e'lon qilamiz. Yana bitta rulet olib kelishdimi? Ha, boygina olib kelishdi. Kes. Oh. Mana bu taraf sal katta bo'lib qoldi. Kichkinasi senga. Nimaga senga katta tarafi? Boya men yemasdan tashlab ketdim. Bitta butunni sen yeb qo'yding-ku. Shuning uchun endi kattasi menga. Yo'q, vaqt o'tib ketdi o'zi. Menga kattasini berasan. Yo'q, endi kattasi menga. Yo'q, kattasini. Yo'q, bermayman. Yo'q, ber. Men isanmi? Hadi? Ha? Yo'q. Sardor IELTSdan 4,5 olibdi ertalab. Kechir aka. Nahotki hayotim shunday yakun topadi.